Chimkentda hozir 2 nafar ulug' vatan urushi faxriysi yashaydi. Ulardan biri Muratali To'lebbergen uli shu oyda 1 asrlik yubileyini nishonlaydi. Otaxon jangovar yillar oson kechmaganini ta'kidlaydi. Muratali To'lebbergen uli 1943-yilda urushga ketgan. 339-diviziya aloqachisi bo'lgan. Qurol bilan birga o'ta og'ir ratsiyani olib yurgan. Uning aytishicha, oldingi qatorda turgan holda shtab bilan aloqani ta'minlash oson ish emas edi. Байланыс bölümü, ratsiya. Ne oldu ratsiya nasıl yaktı emez? 12 kilometre cenazı yer alamaydı. Bo'lmagan. 12 kilometrdan uzoqda ma'lumot yetkaza olmasdi. Anadolu batareya yakinidan quroladi 16 kilogramm. Ratsiya ham 8 kilo. 2 odam ko'tarar. 2 odam arqalab yuramiz. Faxriyning aytishicha, u Brest qalasini, Belarus, Ukraina shaharlarini ozod qilishda qatnashgan. Berlingacha yetib borgan. Ko'rsatgan jasoratlari uchun 2-darajali Vatan urushi ordeni, jasurligi uchun, Varshavani ozod qilgani uchun, Germaniya ustidan qozonilgan g'alaba uchun medallarini olgan. O'dir o'zinidan o'zim bor. Chegara o'zini, ulkan o'zini. Oder daryosini kechib o'tdik. Chegara ustidagi daryo edi. 1945-yilda Germaniyaga kirib bordik. 1949-yilda 40 kunlik ta'til berishdi. 26 kunini Tulkiboshda, Qadrdon qishlog'imda o'tkazdim. Germaniyadan Tulkiboshiga 40 kunga propiska olib, ovulimda 26 kun yurib qaytgan odamman. Oqsoqol urush bo'lmagan har bir tongni taqdir inoyati deb hisoblaydi. Axir u qon daryo bo'lib oqqan davrdan omon qolib, tinch hayotga qaytdi. Kolxozda ishladi. 2 o'g'il, 6 ta qizni tarbiyaladi. Bag'rida 21 nevara va 27 evarani tarbiyalayapti.